Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bugun mana Muzaffar akani uylariga kuzatyapmiz. Bularda bizga asosiy shikoyatlari to'g'ri ichakni tushishi, ya'ni to'g'ri ichak prolapsi va ich qotishi bilan murojaat qilib kelganlar. Biz tekshiruvlar o'tkazdik va osmotr qilganimizda bularda ham dalaqa sigma, ham to'g'ri ichak prolapsi aniqlandi va bularda laparoskopik usulda Uels bo'yicha rektopiksiya va sigma simon ichak rezeksiyasi va sirkular apparat yordamida descendna rektal anastomoz qo'yish amaliyotini bajardik. Bugun kelganlarga 13 kun bo'lsa, bugun 17-fevral. Mana 7 kundan keyin inshaalloh mana ichlari kelgan, holatlari yaxshi, bemorimiz aktivlashtirilgan va ruxsat berganmiz. Muzaffar aka, oldingi videolarda ham aytaman, sizga o'xshab yurgan bemorlarga o'sha o'zingizning fikringiz, klinikamiz haqida fikrlaringizni bir aytsangiz. Kattadan bu kasallik bo'yicha ancha ozroq qiyinchiliklar bo'ldi. Ikkita joylarga bordim. Amaliyotlar bajarildi, lekin foydasi bo'lmadi. Shu internet orqali ko'p doktorlar qidirdim, oxiri shu Rustam klinikasini topdim. Alhamdulillah, hozirda ahvolim yaxshi. Shu ustoz doktor Rustamov Abdusamad Eshmuradovichga kattakon rahmat. Operatsiyani yaxshi, og'riqsiz o'tkazdi. Alhamdulillah, sababchi bo'lishdi ular shu operatsiyaga. Qolgan shu Rustam klinikasidagi barcha o'sha xodimlarga, barcha tibbiyot xodimlariga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ular bundan yengil bo'lib, bemorlarni yaxshi davolashga nasib qilsin. Qolganlarga masalan shu kasallik bo'yicha qiynalib yurganlarga tavsiya qilamiz. Shu joyga kelib operatsiya qilishlarini, chunki o'zim ham bundan boshqa joylarga borganman. Operatsiyalar qildirganman, lekin foydasi bo'lmagan, to'g'risi 2-3 oyda qaytarildi. Hozirda mana Allohga shukr shu yerga keldim. Davoni Xudo xolasa Allohga shukr topdim davosiga. Yaxshi, kattakon rahmat hammaga.